Bernabeu, Real Madrid Arsenalga qarshi Chempionlar Ligasi chorak finalida tanaffusda Bukayo Saka stadion tunneliga yo'l olayotgan paytida Dani Carvajal jarohati tufayli o'ynamayotgan bo'lsa ham to'satdan Bukayo Sakani bo'ynidan ushlab unga nima dedi. Saka esa darhol reaksiya bildirdi. Atrofdagilar ularni ajratishga majbur bo'ldi. Ba'zilar o'ylashi bo'yicha bu bahs aynan Bukayo Saka Thibaut Courtois darvozasiga penaltini Panenka uslubida tepgani uchun jahli chiqqanligini aytishmoqda. Ammo bu mojaroning ildizi 2024-yildagi Yevro chempionatida boshlangan. Carvajal Sakaga qo'pollik qilgan va uni yiqitgach, masxaralab, yig'loqqa ishorasini ko'rsatgan. Bu holat Angliya muxlislarini g'azablantirgan edi va albatta, bu Saka uchun unutib bo'lmas lahza edi va ikkinchi bo'limda a'lo darajadagi golni urdi. Arsenalni oldinga olib chiqib ketmoqda.